Yaqinda ish bilan Shahrixon tuman majburiy ijro byurosiga tashrif buyurdim. Shu juma kunligida borib qolibman. Borib shu yerda judayam ko'p farzandlari bilan yosh bolachalarni yetalab yurgan ayollarni ko'rib hayron bo'ldim. Men o'zim murojaat qilgan shu majburiy ijro xodimiga nimaga men bugun benima kunda kelyapman shekilli, bir yig'ilish bormidi? Shuncha ayollar farzandlari bilan yuribdi deb aytgan paytimda bitta narsaga o'zim bir guvoh bo'ldim. Majburiy ijro xodimi bugun undiruv kuni deb shu gapni aytdi, hayron bo'ldim. U yerda yurgan ayollar, yoshlar qo'lida bolalarni yetalab. Men aytdim, undiruv kuni emas, shilov kuni bo'lsa kerak. Keyin bilsam bu haligi aliment masalasida murojaat qilgan yoshlar ekan. Endi bu bir kunlik Shahrixon tumanida bitta jumada shuncha ayol majburiy ijroga murojaat qilayotgan bo'lsa, qarab turib baribir hali odam bir o'tmish hayotimizdagi oriyat, andisha ayollarni o'rtasidagi qancha bir o'zimizni bir o'zbekona nimalarimizni unutib qo'yibmiz-da. Bir ayol yonimdan o'tib ketyapti, yonidagi bir boshqa ayol qo'lida ikkita farzandini yetalab olgan ayol bilan gaplashib bemalol o'tib ketayotib aytadiki, 15 sutkaga qamatvorsang vaqtida to'laydigan bo'ladi. Mana men 2 marta 15 sutka bergandim. Vaqtida bir hafta oldin berib ketyapti pulni deyapti. Biz qayerga qarab ketyapmiz? Biz o'zimizni bir paytlar shu o'zimiz tanimagan, o'zimiz bilmagan, o'zimiz yo hayotimiz mobaynida ayol bo'lib birinchi marta bizga shu yostiqdosh bo'lib, bir qancha orzu havaslar bilan biz bilan bir haligi yaxshi niyatlar qilgan insonlarni endi biz loyga qorishtirgan bilan barobar bo'lmayapmizmikin? Shu narsalar meni o'ylantirib qo'ydi. Nahotki biz shu bizni oilamizni qo'rg'oni bo'lgan, bizni bu davlatimizga bir ustun bo'layotgan, oilamizga juda ko'p bizni rizqimizni yetkazib kelayotgan, qaysidir davlatlarda ishlab, mana O'zbekistonda ham qancha mehnat qilib qora terga botayotgan bu erkaklarimizni yerga tiqish bilan barobar emasmikin bu? O'ylanib qoldim shu narsaga. Biz yoshligimizda mahallamizda juda ham nufuzli, men uchun juda ham qadrli inson bo'lardi. Eminjon aka Rahimov, Eminjon aka Rahimovlar bo'lardi. Ular oddiy brigadir bo'lib ishlardi. Lekin juda ham mahallada obro' e'tiborga ega insonlar edi. Bir marta guvoh bo'lganman shu ko'chadan o'tib ketayotganimda shu Emin tog'a rahmatli juda ham ajoyib bir gapi so'zi joyida, insonlar ichida hali bitta gapini hamma hurmat qilardi. Olib qaraganda majburiy ijro xodimi ham, prokuratura xodimi ham, uchastka noziri ham shu Emin tog'am bo'lgan ekan deymanda. Bir odamni so'kyapti, velosipedda turgan erkakni, oriyating bormi, nimaga kelinni ketkizib yuborasan? O'tgan safar qizingni naqa qiluvding. Mahalla ko'yda oriyat bormi senda? Tezda kelinni olib kel. Dedi, shu bitta gapi bilan hali oila tinib, tinchib, farzandli mana nevarali bo'lib yuribdi. Shu bitta insonni ular mahalla nimasi emas edi, oqsoqoli emas edi, yoki MFY raisi emas edi, yoki majburiy ijro xodimi emas edi, prokuror emas edi, sud emas edi. Lekin gapi gap, so'zi so'z insonlar edi. Shu mahallamizdagi har bir inson u odamni oldida salom berib o'tib ketgani ham bir haligi o'ziga yarasha bir salobati bor insonlar edi. Endi nahotki hozir shunaqa bir salobatli gapi bir mahalla ko'yga yoki bir
qizi ajrashib kelgan insonga yoki kelini ketib qolgan odamga gap o'tadigan mahallalarda hamma O'zbekiston bo'yicha hamma mahallada nahotki shunaqa nufuzli erkaklarimiz qolmadi. Biz ularni hurmat qilmayapmiz yoki gapiga quloq solmayapmiz. Ha desa sudga o'g'ramiz, o'tga o'g'ramiz. Endi qonun to'g'ri, aliment u farzand haqqi. Shu davrlarda ham menimcha bir farzand haqqi degan narsa bo'lsa kerak edi. 1000 tadan bitta oila ajrab ketsa, hech qachon ota-ona yoki ena buvalar, opoqalar u farzandlarni tashlab qo'ymagan, hurmatli yosh oilalar. Shu aliment masalasida juda ham ko'p nimalarga og'riqli nuqtalarni ko'rib juda ham xafa bo'ldim. Yoshlarimiz buncha ham shoshma-shosharlik qilmasa ajrab ketgani yoki shu alimentga berib darruvda o'zini bir qasos deymizmi? Mana bola ko'rishtirish masalasida ham bu qasosmi? U go'daylarda nima gunoh? Go'day mazza qilib o'ynab, ota-onani bag'rida tek qo'ying, borib shu otasi dunyoga kelishiga asosiy sababchi bo'lgan shu erkakni, shu oilamiz ustunini oilasida mazza qilib shu bola o'ynab kulsin, tek qo'ying, borsa qo'liga narsa beradi, shu alimentini ham vaqtida beradi, qoniga narsa beradi, qo'liga narsa beradi. Mehri bor-u, 1000 tadan bitta bir ota bir yoki buva yomon bo'lishi mumkin, lekin hammasi ham bunaqa emas. Hurmatli yoshlar, ayollar, O'zbekistonimizning eng go'zal ayollari, to'g'ri, endi bir qaysidir nimalar bilan, sabablar bilan ajragandirsizlar, lekin ajrashishga bir arziydigan hamma men mana shu murojaatim bilan shu xotin-qizlar qo'mitasini shu vazirlikdagi yangi bo'lgan shu yosh qizimizga murojaat qilmoqchiman. Har bir oilani faqat mahalla komiteti emas yoki xotin-qizlar emas, boshqa bir chiroyli bir guruh tuzib, ayollar guruhi, mana burun bo'lar edi. Domlalar aralashar edi, mana ilmli insonlar, shulardan bir guruh tuzib, har bir oilani o'rganib chiqish kerak. Nima sababdan kelib o'tirib, mana 2-3 farzandi bilan kelib o'tirsa ham bir mahallalar uchun yoki mahalla komitetlari uchun bu narsa raislar uchun, shu xotin-qizlar qo'mitalari uchun oddiy gap masala bo'lib qoldi. Xabar ham olmaydi hattoki. Yilin kelib o'tiribdi, u nima yeyapti, farzandi bilan nimani, eri bilan nima talashyapti, qaytlarga murojaat qilyapti. U murojaatni qo'ying, uni o'rniga o'rganib, hamma birgalikda menimcha bir ishlab chiqadigan joyi ham keldi. Qachongadir endi bu ajrimlarni buncha sonini ko'paytirib, hamma majburiy ijroda juma kuni undiruv kuni. Qanaqa juma kuni undiruv kuni hisoblanadi? Juma eng muborak kuni, eng nufuzli, Alloh har bir kuni nima? Lekin jumada qancha ming bizga pul bermayotgan, sizlar aytayotgan qamatmoqchi bo'lgan erkaklar, bechoralar ibodatlarda turishdi, duolarda turibdi. Nahotki biz shu juma shunday go'zal kunda o'zimizga bir hali erkaklarga qarshi kun hisoblab olsak. Men to'g'risi juda ham taajjublandim, juda ham ajablandim. Hali ham mana qancha haligi insonlarga shu to'g'rida bir kuyinib, yonikib gapirib berdim. Men shu xotin-qizlar qo'mitasini vazirlikdagi shu yosh hozirgi qizimizga murojaat qilmoqchiman. Shu masalada bir chiroyli bir yo'nalish olib borish kerak. Saida Mirziyoyeva bu ishlarga bir o'zi bosh-qosh bo'lib aralashish kerak. Ularga bir guruh tuzib, har bir oiladagi ajrashgan sabablarni o'rganish kerak. Mahalla raislari, mahalla xotin-qizlari umuman o'rgangan yo'q. Yettalik nima, biz ham bilmaymiz. Qaysi oilaga nima yordam ko'rsatilyapti? Mana hozir internetlarda har xil qiynalgan oilalar ko'rsatyapti. Ularga sabab nima bo'lyapti? Hech kim hozir O'zbekiston bo'yicha hech kim qiynalgan yo'q. Kamdan kam 10%, 15% odam qiynalayotgan bo'lishi mumkin. Qachonki inson dangasa bo'lsa, albatta qiynaladi. Dangasa bo'lsa, ishga layoqati yo'q bo'lsa, faqat aliment bilan kun ko'rmoqchi bo'lsa, albatta qiynaladi.
mehnat qilishimiz kerak. Ayolga ham, erkakka ham mehnat. Ayollarga ham mana oilada o'tirib, uyda o'tirib oddiy mana internetlarda ko'rsatyapti. Non yopib, somsa qilib, o'zimizni o'zbekona taomlarni nima qilib, qancha oilada o'tirib turib shu pul topayotgan ayollarimiz, mehnat qilayotgan halol ayollarimiz ashuncha. Biz ichimizda bu O'zbekistonda hech qanaqa unaqa bir dangasa ayollar yo'q. Faqat bir-birimizni unaqa gaplarimizga unaqa bo'lmaylik, hurmatli singiljonlar, opajonlar, onajonlar, to'g'ri ichimizda bir haligi yomon niyatli qaynonalar bo'lishi mumkin, lekin men bilgan hamma, men gaplashgan hamma qaynonalar hech qachon yomon niyatli ona bo'lmaydi bu dunyoda. Endi hayotda bir o'zini boshiga har xil ish tushib, birovdan bir alamzada bo'lgan bo'lishi mumkin yoki o'tmishda qaynalardan alamzada bo'lib kelinimga qaynalik qilaman yoki bir yomonlik qilaman deydigan menimcha qaynonani o'zi yo'q. Hurmatli yoshlar, har xil postlar qo'yyapsizlar qaynalarga qarshi, shunga 100% emas, 1000% qaynalar qarshi. Yana chiqib qaysidir yosh qaynonalar kelin qulmi, kelin nima qul, nima ish bor hozir mana oilada nima ish bor? Astedil erta bilan 1 soat energiyali paytda, kuch-quvvatingiz bor paytda hamma ishni har bir kunimizga agar reja qilib, bugun bu ishni qilaman, ertaga buni qilaman desa, hech qachon biz yomon ayol bo'lmaymiz.